Assalomu alaykum. Navbatdagi mashinamizga ham 4 rejimli proshivkasini yozib berdik. Endi hozir buni test qilib ko'ramiz. Skor almashtirishlari taxometr 1.5 ga bora almashtiryapti. Ekonomishning turgan holatiga. Rejim обычный. Tezlashdi. Rejim sport. Juda udal yurishi. Mashinamiz tayyor bo'lgan holati. Bu cruise control knopkasi hammasi qo'yilgan va ko'pchiliklar cruise control knopkasi qo'ygan paytiga mana bu yerga knopka bo'sh holati bo'ladi, uni foydalanmaydi. Biz bundan yaxshi foydalandik. Bu yerga avarinki knopkasini qo'yib berdik. Shoshilib qolgan paytiga bemalol avarinki knopkani shu yerda o'zidan bosaveradi. Mana bu signal holati. Va yana qo'shimcha qilib berdik. Bunga ko'pchiliklar bilsa, bu oyna tozalaydigan gitarasida tezrog'i tez ishlaydi, astasi asta ishlaydi. Bunga esa qo'shimcha qilib berdik. O'zidan regrovka qilsa bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning. Albatta ishingizni chiroyli qilib, biz sababli ishingizni bitirib beramiz. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Butun 8-marta mashinalari. Endi bu mashina oldida o'ynashmasdan chekkaroqda yuraverasizlar.